ketdi. Hozirgi videomizda amortizator perikachga to'g'risida gap ketadi. Amortizator perikachga iloji bo'lsa 2 tonnada mashinalar og'ir bo'ldimi? Misol uchun BYD Champion, yana boshqa mashinalarga amortizator perikachga qildirmaganinglar maslahat beraman. Yengil mashinalarga bo'laveradi. Matiz, Spark, Jiguli, Nexia qolgan Nexialarga, Gentralarga bo'laveradi, effekt beradi. Lekin mamlaqa BYD Hanga, Championga unaqa zo'r effekt bermaydi. Chunki bu narsani biz necha yillar beri qilib kelamiz, bilamiz. Qaysi mashinaga qilish kerak, qaysi mashinaga qilish kerak emas. Perikachga ham amortizator qilib berishar, to'g'risini aytganda zo'rsi topa olmaysizlar. Zo'r ekan. Mana shu 5 ta barmog'imchalik sanasanglar, sanaysizlar 5 ta. Endi qolgan amortizatorchilar men tufta ekanman, xuyna qilar ekanman demaylar, o'sha 5 ta ichida zo'ri bo'lishlari ham mumkin. Bu yerda mana bu BYD Hanniki-da. Mana bu ham BYD Hanniki. Bunga qaranglar, o'qini Captiva qo'yib berishgan. Mana bunaqa o'qlar, rezbalari ham mana chaynalib yotibdi. Endi mana bu zavodskoy. Endi mana ichini ko'ringlar. Mana uchi ko'ryaptim quloq. Ichi mana buni ichi Hanniki ichiga dachik kiradi. Dachik kirgandan keyin bu yurgan paytida salondan monitordan sport komfortga olsa bo'ladi. Dachik ichiga kirib ketadi. Amortizator o'zini o'sha elektronniy anaqasidan boshqarsa bo'ladi amortizatorni. Qattiq yumshoq qilib. Endi mana buni uchini ko'ryapsizlar. Ichi teshik bo'lmaydi, Captiva'niki mana bunaqa bo'ladi. Shesigraning ustiga tushirib qo'yasizlar. Endi qaranglar. Mana bu chashkada amortizatorni bitta bosib ko'rsatib beraman. Mana bitta qo'lda. Mana. Bu amortizator qilib berishgan Hanga xullas egalari xunob bo'lib kelib aytayaptilar. Mana bu zo'r mana butun vesimni tashlay olmaydi go'dan bilan. Endi bu mana qo'limni o'sida mana. Endi mana yengisi. Mana butun vesim tushyapti. Ishlashini ko'rasizlar. Bu uje 2 tonnadan oshiq 3 tonnaga mo'ljallangan bu Hanniki, zavodskoy, dachili. Endi mana Captiva'ning o'qini qilib berishgan. Bo'lmaydi bu, вообще. Egalari aytayapti, "Aka 6 marta, 7 marta bordim, perikachga qildirdim. Xullas bo'lmadi. Kecha kelib yengisini qo'yib bering" deyaptilar. Mana yengisini qo'yib beramiz, yangi Hanga. Uje 3 tasini alishtirib bo'ldik, bittasi qoldi. Ko'cha turibdi, xonamizda bolalar hada o'yini qilib berishyapti amortizatorlarni. Men aytmoqchi bo'lganim, zo'rsi bo'lsa, borib qildiringlar. Garanti bo'lsa ham baribir ustaning zo'rligini bilinglar. Agarda bunaqa champion ham bo'lingan bo'lsa, qildirmaganinglar ma'qulroq. Endi bu yerda bo'lsa, men bilan hozir championni mashinani polni hada o'yini qilib berdik. Ikkita oldin amortizator, ikkita orqa amortizator naryoda, orqa amortizator ikkita oldi richelar, ustining Mercedes Sunny bloklar qilingan, tabiiyki orqa kulaklarini ham optashab Mercedes Sunny blok qilingan. Mana bu futulichni bu rezinka, oddiy rezinka optashab futulichni qilib berdik. Lametlari bilan, mana ichlari bilan hammasini zo'r qilib berdik. Mercedes hadam qilib berdik, xullas. Polni championga. Endi bitta Hanna amortizatorni alishtirishga orqasiga mana bunaqa polni elektronniy mana bunaqa sidenalarigacha yechish kerak. Motorchilari bilan birga yechilar orqa sidenalar. Endi bu yerda bo'lsa yangi amortizatorlarimiz championligi. Bu yerda ham yangi amortizatorlarimiz. Bu yerda yana bitta championga Mercedes Richek Sunny blok qilingan qo'yib berdik. Biza mana bu usulning Sunny blok qilingan, bu ichi to'liq rezinkali. Ma'minsi bo'lsa, ko'rib turgan bo'lsanglar, bu uje mana o'zida turadigani. Mana bunaqa ichi kesilganlik bo'ladi. Chunki mana o'ziniki mana. Ko'rasizlar, polni yirtilayotibdi, mana bunaqa bo'ladi. Mana bu Mercedes bo'ladi mana. Ko'rib turgan bo'lsanglar, raziyasi ham ancha o'zgaradi. Chunki men aytdim, katta futulichnikni qo'yib, moshni qilib beramiz mana. Ko'rib turgan bo'lsa, moshni qilib svarka qilingan. Bu yoqda bo'lsa, hozir mayda-chuyda ishlar qildik, o'sha eski yechilgan zapchastlar. Xullas, bizda bilasizlar, ikkita joyimiz bor. Bittasi Chilonzor Pionerskiyda,
Bu Yunusobod, hozir bu yerdan video olib borayotgan joy Yunusobod. Uchinchi joyimizni ham Choshtepada ochamiz xudo xolisa. 3 ta nomerni Instagramga va YouTube'ga qo'yamiz. Ko'ringlar, bizani kuzatinglar.